Xullas, ko'kyo'tal qisqacha qilib aytganda bu infeksion yuqumli kasallik hisoblanadi. Buni asosiy belgisi xurujli yo'tal bo'ladi. Ya'ni bir yo'tal boshlanganda 15, 20, 30, 40 tagacha yo'talib, havo yetmay qolishi, ko'ngillanib ketishi hamda qizarib, bo'zarib yo'talish bilan farqlanadi. Ko'kyo'talda avval juda kam bo'lgan, yillar davomida bitta-ikkita kuzatilgan. Hozirgi kunda deyarli har kuni bu tashxisni qo'yapmiz, lekin bu bizning statistikamiz. Chunki boshqa joylarda bilmaymiz qanaqa ketyapti. Ko'kyo'talda asosiy belgilaridan bittasi o'sha bolada emlanmaganligi, qaysi tur emlashlarda yoki to'liq olmaganligi yoki emlanmaganligi hisoblanadi. Ko'kyo'talda ikki xil davr bor, faza bor. Birinchisi spazmatik davri, ya'ni yo'tal xurujlari payti bo'ladi. Bunda bolalarda eng yaxshi davolash bu infeksionni больницada ko'kyo'tal bo'limida statsionar holatda yotib, shu tinchlantiruvchi hamda markaziy nerv sistemasiga ta'sir qiluvchi dori vositalar bilan davolanish tavsiya qilinadi. Ikkinchisi bu remissiya davri, ya'ni tuzalish davri. Bunda shu toza havoda sayr qilish, uydagi namlikni oshirish hamda sanator kurort davo olish orqali bolani yo'talini kamaytirish mumkin. Bu yuqumli kasallik bo'lganligi uchun bu kasal tashxis qo'yilganda yoki gumon qilinganda albatta izolyatsiya qilish hamda boshqalarga yuqib ketmasligi uchun ijtimoiy cheklanishni tavsiya qilamiz. Hamma narsani mutaxassisi bor-da. Общий hamma yo'q davolaydigan shifokor yo'q. U qiyin masala, juda qiyin masala. Yengil formada 1-2 marta ko'rsating, ta'sir qilmayaptimi? Bo'ldi, mutaxassisga borish kerak.